Alloh taolo makon va tarafda emas desangiz, ba'zilar demak u yo'q ekanda degan asossiz da'vo bilan sizga qarshi chiqadi. Yo'q, Alloh taolo bor, albatta. U hamma narsaning, hatto ana o'shalar nazarda tutayotgan makonning ham yaratuvchisidir. Alloh taolo makonni yaratishdan avval makonsiz bor bo'lganidek, makonni yaratganidan keyin ham makonsiz mavjuddir. Aql hushi joyida bo'lganlarga ma'lumki, Alloh taoloning zoti o'zgarishlardan pokdir. Makon bu jism band qiladigan bo'shliq. Makonning ichida bo'lgan har qanday narsa jism bo'lishi lozim. Har qanday jismning hajmi bo'ladi va uni ana shu hajmga xoslab qo'yadigan zotga muhtoj. Shunday ekan, Alloh taolo jism emasligi, uning hajmi yo'qligi uchun u makonsiz mavjuddir. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhissalom: "Ey Alloh, sen zohirsan, sendan yuqorida hech narsa yo'q. Sen botinsan, sendan pastda hech narsa yo'q" deganlar. Shunday ekan, yuqorisida ham, pastida ham hech narsa yo'q bo'lgan zot makonda bo'lishi mumkin emas.